tibbiyot tizimimizda bir qancha yangiliklar bormoqda. Jumladan, Dimet platformasi va elektron tizim. Bemorlar qatnovi uchun bemorlarga yengillik yaratish maqsadida olib borilmoqda. Misol uchun bu apparatimiz interface apparati bo'lib, kelgan bemor vrach qabuliga navbatsiz shu yerdan navbat olib, bemorni qabuliga kirsa bo'ladi. Bunda bemor keladi, o'zini qaysi vrachga navbatga yozilmoqchi bo'lsa, navbatga yozilish tugmasi orqali, misol uchun o'zimizdan kelgan ahvol bo'lsa, amaliyotchi hamshiraga tashlanadi. Amaliyotchi hamshiradan o'zini uvash vrachiga yoki to'g'ridan-to'g'ri to'r mutaxassislarga o'zini yo'naltirishi mumkin. Agar oilaviy shifokorga kelmoqchi bo'lsa, bemorimizda mana bunda CSID tizimi ishga tushgan. Ana bemorni CSID orqali topib beradi. Bu bilan shifokorga yozilish mumkin. Talon chop bitirmoqda. 9-xonaga men talon oldim. Shu bilan borishim mumkin. Undan keyin bemorlarimiz CSID orqali o'zini biriktiruvchi shifokoriga yoki kelgan vrachiga, xohlagan vrachga tashlashi mumkin. Ana Fayzullayevaga 9-xonaga tashlab berishingiz mumkin. Shu tizim orqali bemor o'zini shifokor qabuliga yozishi mumkin.